Dada bo'ldim, tabriklanglar. Singlim uxlab yotganda tezda maktabga borishga harakat qilaman. Ortimdan yo'qsa yig'lab qoladi. Xayolim shunda qolib ketadi, singlim yig'lab qoldi deb. Bugun maktabga kelganimda dada deb quchoqlasa bo'ladimi? Juda g'alati bo'lib ketdim-ey. Odatda kunim singlim bilan o'tgani sababli ham bir-birimizga bog'lanib qolganmiz. Maktabdan kelganimdan keyin men singlimga qarab turaman. Oyim esa ishga ketadilar. Unga kitoblar o'qib beraman, qo'shiq qo'yib beraman, raqsga tushadi. Televizorimiz yo'qligi sababli ham birgalikda telefon tomosha qilamiz. Allohga shukr, bunaqangi ovqat ajratmaydi. Tayyorlab bersam ham mazza qilib yeydi. Lekin shunchaki mashani o'zi bir fazla hamma joyni ag'dab to'ntar qiladi. Lekin onam kelguncha ko'z qorachig'imday asrab o'tiraman. Oyim kelguncha shirin ovqatlar tayyorlab, uyni toza tutishga harakat qilaman.